ulamolardan biri Bakr bin Abdullah al-Muzani degan bir olim bo'lganlar. Faqih bo'lganlar. Ulamo bo'lganlar. Bir kuni o'zlarining qishloqlariga safardan kelyaptilarda, o'sha o'rmon orqali o'tib ketar ekan. O'rmondan u yog'iga o'tsa, so'qoq yo'l bor, o'tsa u yoq qishloqlar. Kelyapsa, o'rmonning ichidan bir o'sha o'tin to'plagan bir oddiy zot chiqibdilar. O'rmonda o'tin yiqqan va aravasiga ortgan. Endi qarasa bu ulamo ketayotsa, har nav'i qishloqqacha bo'lib birga borib sherik bo'lay debdi-da. Shunday salomlashibdi bo'ldi. So'ramabdi ham siz kimsiz, qaysi olimsiz, qaysi qishloqdansiz, ismingiz kim yo'q. Boyagi obid, boyagi o'sha o'tin terib kelgan kishi. Qarasa nima der ekan? E'tibor qiling. Eng bo'lmaganda shuni ayting deb ilinyapman. Va so'zimni nihoyasi bo'ladi. E'tibor qiling. Boyagi o'tin tergan bir obid inson faqat og'zida qarang. Astag'firulloh, alhamdulillah. Astag'firulloh, alhamdulillah. Astag'firulloh, alhamdulillah degan zikrni qilar ekan. Boshqa zikr yo'q. Ulamo buni eshitib bir qancha chaqirib yurgandan keyin, birodar debdilar. Bundan boshqasini ala tuhsinu ghayra zalik. Bundan boshqasini bilmaysizmi zikrlarni? Aynan u quyosh botib ketayotgan bir vaqtda bo'lyapti. Asr namozidan keyin bo'lyapti. Zikr vaqti. So'rayapti. Endi ulamo yo'lda qilib olgan uni. O'sha azkari saboh va masa degan duolarni o'qib olganlar, lekin bu o'tin dergan kishi faqat astag'firulloh, alhamdulillah. Astag'firulloh, alhamdulillah derganda, ulamo aytibdiki, siz bundan boshqa zikrni bilmaysizmi desalar, yo'q, alhamdulillah bilaman birodar. Buni ulamoligini bilmayapti bu kishini. Bilaman derkan. Nega bunda faqat shuni aytasiz desa, men chunki hayotimga bir nazar soldim. Hammangiz e'tibor qiling. Hayotimga bir nazar soldim. Qarasam men hayotimda banda bo'lganligim uchun asosan gunoh qilar ekanman yoki Alloh taolo menga o'zining ne'matlarini ko'plab berar ekan. Qilgan gunohimga istig'for aytaman, Alloh menga bergan ne'matlariga shukr qilaman dedi. Shunda gunohlarimga ham istig'for aytib, undan poklanar ekanman va berilgan ne'matlarni ham haqqi huquqini ado qilar ekanman. Shu sababdan men shu zikrni jamlaganman desa, anta afqahu minni degan ekanlar. Men shuncha yil o'qib, mana shunaqa zikr qilishlikni yoki shunaqa zikrni afzalligini bilmagan ekanman. Siz olim ekansiz debdilar. Bugun keling, kelishaylik. Hammamizning virdimiz bo'lsin. Astag'firulloh ayting. Alhamdulillah. Siz o'zingiz ayting, shu qiyinmi shu zikr? Siz ayting, siz do'ppi yigitlar. Otalarimizdan biri aytsin, siz ayting. Qarang, qiyin emasmi? Kimda tili kelishmayapti? Men tajvidda ustozman, o'rgatib qo'yaman. Kim aytadi? Siz ayting. Astag'firulloh, alhamdulillah. Kimga qiyin shu qo'l ko'tarsin, menga qiyin ayta olmayman degan banda bormi? Bormi ichingizda? Qarang, bundan afzal yana nima zikr aytaylik? Shuni odat qilamiz azizlar. Ilohim, mana shu ulamolar sen mendan faqihroq ekansan, sen mendan ilmli ekansan deya mana tasdiq bilan aytayapti. Hajda eng bo'lmaganda ayta olmasak, men ko'p zikrni bilmayman deyman. Astag'firulloh, alhamdulillah. Astag'firulloh, alhamdulillah. Endi biringiz bilan gaplashib qolsangiz, bundan keyin biringizga eslating. Astag'firulloh, alhamdulillah. Astag'firulloh, alhamdulillah.